Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugungi mavzumiz yana ichaklar ta'sirlanish sindromi yoki ichak nevrozi, ruschasiga aytganda sindrom раздраженного кишечника haqida bo'ladi. Oldin ham roliklar chiqarganman. Bu rolikda qo'shimcha yangi ma'lumotlar sizlarga yetkazmoqchiman. Birinchi, ovqat hazm qilish sistemasida bo'ladigan normal holatni aytmoqchiman. Ovqat og'izdan halqum, qizilo'ngach, oshqozon va 12 barmoq ichakka kelib tushgandan keyin 12 barmoq ichakka o't qopidan yig'ilib turgan o't 12 barmoq ichakka quyiladi va oshqozon osti bezidan ovqatlarni parchalab hazm qilish maqsadida oshqozon osti bezidan lipaza yog'larni parchalaydigan, tripsin oqsillarni parchalaydigan, amilaza uglevodlarni parchalaydigan fermentlar ajraladi. Lekin bu fermentlar o't ta'sirida aktivlanadi va 12 barmoq ichakka tushgan ovqat massasini qancha qismi uglevod, qancha qismi yog' va qancha qismi oqsilligini ajratib va qonga so'rilishi boshlanadi. O'tning yana bir vazifasi ichaklarda ovqat massasini pastga qarab harakatlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni ichaklar bilan ovqat massasining o'rtasida sloy hosil qiladi. Unda yog'laganday bo'lib ovqat massasini pastga qarab harakatlantirishda ishtirok etadi. Va ingichka ichakdan yo'g'on ichakka o'tib va to'g'ri ichakka kelganda to'g'ri ichakda o'tni sezuvchi reseptorlar bor. Shu reseptorlarga o't tekkandan keyin qo'zg'alish hosil qilib inson pozitivga, ya'ni katta hojatga borishni his qiladi. Endi ichaklar ta'sirlanish sindromida bunda bemorning o'zi shikoyatlari ovqat yegandan keyin 15-20 minutdan keyin qorni dam bo'lishi, ko'p kekirishi, ko'p yel chiqarishi, kindik atrofida epigastral sohasida og'riqni bo'lishi yoki qorni burab quldirashi va katta hojatga borgandan keyin bir yozilib katta hojatni qila olmasligi shikoyat qilishini aytadi. Endi bunda bemor terapevtga borib, poliklinikada o'zining shikoyatlarini aytgandan keyin terapevt bemorga zond yutishini, ya'ni FGDS, o't qopini va oshqozon osti bezini uzi qilishini, kerak bo'lsa kolonoskopiya, to'g'ri ichakdan yo'g'on ichakni tekshirish funksional metodlarini buyuradi va umumiy qon tahlillerini, biokimiya tahlillerini buyuradi. Va shularning xulosasiga qarab sizda gastrit yoki 12 barmoq ichak yara kasalliklari yoki ingichka ichak shamollashi, enterit yoki kolit tashxis yo'q. Sizda bu funksional o'zgarish deb bemorga tushuntiradi. Va shu bilan birga bemorga oshqozon ichak sistemasida ovqatlarni hazm qilishni yaxshilash maqsadida kerak bo'ladigan dorilar, o't haydovchi dorilar va fermentlar buyuradi. Bu terapevtik muolaja hisoblanadi. Nevrolog tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda neyromediatorlarning o'zgarishi yotadi. Ya'ni bunda ichaklarda serotonin 90-95% ishlab chiqariladi. Endi ichaklarda o'zining funksiyasi yaxshi bo'lmagandan keyin bu parochniy kurukka aylanadi. O'zi serotonin yetmayapti, yana ichaklar yaxshi ishlamagandan keyin yana serotonin ajralishi pasayadi va ichaklarning devorining yuzasi qo'zg'aluvchanligi oshib ketadi, sensibilizatsiyasi oshib ketadi. Ya'ni natriy kaliy nasoslarining funksiyasi o'zgaradi. Shuning hisobiga ichaklarga ovqat massasi tushgandan keyin sezuvchanlik oshib ketish natijasida birdan ichaklarda dam bo'lishi, kekirish, boya aytgandek simptomlar, belgilar yuzaga keladi. Endi bunda nerv patologga bemor borgandan keyin nerv patolog hamma terapevtik tekshirishlar o'tkazganini ko'rgandan keyin
ko'p asabiylashasizmi, uzoq vaqtdan beri stressdami, xavotiringiz bormi, vahimangiz bormi, uyqungiz qanaqa degan savollarni beradi. Bemorning javoblaridan xulosa qilgan holda antidepressantlar buyuradi. Bunda siyoz yoki siyozin, selektivni обратно захвата serotonin yoki selektivni обратно захвата serotonin va noradrenalin buyuradi. Va uyqusi buzilgan bo'lsa, uyqusiga yana sedativni preparatlar qo'shib tavsiya qiladi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, boshqa oldingi roliklarimga nisbatan ichaklar ta'sirlanish sindromini kompleks davolanishga olib borish kerak bo'ladi. Terapevt ko'rdi, ichaklarda funksional o'zgarish bo'ldi, oshqozon ichak sistemasiga kerakli bo'ladigan поддержка beradigan dori preparatlarini yozdi. Neyropatolog stress bo'lyaptimi, xavotir, buzilishlar, vahimalar bo'lyaptimi, uyqusizlik, shunga kerak bo'ladigan dori vositalarini yozdi. Va uchinchisi bu psixoterapiya hisoblanadi. Asosiysi ham shu hisoblanadi. Chunki asosiy achakni, ya'ni o'choqni olib tashlamasa, ya'ni bir misol qilib oladigan bo'lsak, devor ko'tarmoqchi bo'lsangiz, sho'rlagan g'ishtni terib shkaturka qilsangiz, 1-2 yildan keyin shkaturka ustidan sho'r oqarib ajralib chiqadi. Yana uni olib tashlab shkaturkani, yana shkaturka qilganingiz bilan yana 1-2 yildan keyin yana shu holat bo'ladi. Sabab g'ishtning o'zi sho'rlagan hisoblanadi. Endi biz hozir terapevtning muolajasini va neyropatolog muolajasini birgalikda qo'shib psixoterapevtik muolajani ham olib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu sho'rlagan g'ishtni, devorni sho'rlagan g'ishtini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Shunda shkaturka qilsangiz ko'proq turadi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, asosiy achakni yo'qotish kerak bo'ladi. Nimani hisobga kelib chiqayotganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, jamiyatdagi bo'ladigan o'zini holatini, ishda bo'ladigan o'zini holatini va atrofga bo'ladigan shu bemorning reaksiyasini to'g'ri yo'naltirish kerak bo'ladi. Ya'ni fokusini to'g'rilash kerak bo'ladi. Psixoterapevtik muolaja asosiy rollardan biri hisoblanadi. Shunda kompleksni olib boradigan bo'lsa, ichaklar ta'sirlanish sindromi bo'lgan bemorlar 100% shifo topadi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.